Uningiz meni zaharlamoqchi bo'ldi axir. Hozir siz o'rningizda men bo'lganimda nima bo'lardi? Siz-ku erkak kishisiz. Men bunaqa zaharlanishni ko'tarolmay bir nima bo'lib qolardim. Qizim, vahima qo'rmagin. Bu shunchaki oddiy otravleniya. Doktorlar ham ekspertizada adashgan bo'lishi mumkin-ku. Ha, sen ovqatni bir kun o'tkazib olbording. Achib qolgan bo'lsa, kuni issiq, qanaqadir zaharli modda chiqargan bo'lishi mumkin-ku. Siz menga ishonmayapsiz, dada. U maraz siz ko'zingizni qo'rqib qo'ygan. Qizim, mana shunaqa baqir-chaqir janjallardan juda charchadim. Yana bir narsaga hayron qolyapman. Sen Dildorani har doim shunaqa sansirab gapirasanmi? Axir u meni ayolim, sen bo'lsang meni qizimsan. U senga ona qatorida bo'ladi. Hech qanaqasiga ona qatorida bo'lmaydi.